Orzuli dunyoda orzular qilib, sarobu armonni bir chetga surib, yuragingiz yayrab, labingiz kulib, yashang bu dunyoda eng baxtli bo'lib. Assalomu alaykum, sirli tabrik loyihamizning aziz va qadrli obunachilari. Bugun o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni bugungidek go'zal ayyomlari bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Yana bir yurtdoshimizdan o'zlarining yaqin insoni tomon samimiy tabriknoma maktublari yetib kelgan. Sizlar bilan birgalikda ushbu tabriknoma maktubini o'z egasi tomon yo'llaymiz. Qani, ketdik. Assalomu alaykum, o'g'lomjon akani raqamlarini adashmadikmi? Yo'q, adashmadingiz. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz a'lomi? Aziz joningiz sog'mi? Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, rahmat. Minnatdorman. Ayni daqiqalarda sizga sirli tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilyapman. Siz bilan suhbatda Kamina boshlovchi Maftuna Hamidovna bo'laman. Avvalambor bugungidek go'zal ayyomingiz, shukronalik kuningiz bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Ilohim yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz baxtiga doimo sog'-omon bo'ling. Rahmat. Sizga ham rahmat, umringiz ziyoda bo'lsin. Sizni yaxshi ko'rguvchi, sizni qadrlaguvchi mehribon insonlaringiz tomonidan bizning loyihamizga siz uchun atalgan juda ham chiroyli va samimiy bo'lgan tabriknoma maktublari yetib kelgan. Taxmin qila olasizmi, ushbu insoningiz kim bo'lishi mumkin? Bilmadim endi. Albatta, bugun har bir yaqin insoningizdan chiroyli tilaklar, go'zal tabriknomalar olishga loyiq insonsiz. Agarda aniq bir taxminingiz bo'lmasa, vaqtingizni olmasdan kim ekanliklari borasida o'zim yordamlashsam maylimi? Mayli. Minnatdorman. Sizni yaxshi ko'rguvchi, sizni qadrlaguvchi dunyodagi eng mehribon, eng mard inson mening ukajonim bo'ladilar deb sizga chiroyli ta'riflar bergan mehribon opajoningiz Nargizaxon opajonimiz tomonidan ushbu tabriknoma maktublari bizning loyihamizga yetib kelgan. Albatta siz uchun va albatta mehribon dadajoningiz Abdurasul Hoji otajonimiz, onajoningiz Jamilaxon Hojona, opa-singillaringiz Odinaxon, Nargizaxon, Nasibaxon opalarimiz, Dilrobaxon, Gulnozaxon opajonlarimiz, ukajonlaringiz Ilhomjon va Anvarjon akalar, farzandlaringiz Mohinurxon, Marhaboxon, Muslimaxon va Xadichaxonlar, jiyanlaringiz Ahrorbek ham ushbu tabriknoma maktubiga qo'shilishgan. Ilohim barcha yaqinlaringiz baxtiga sog'-omon bo'lib, har doim mana shunday qadrda, e'tiborda bo'lmoqligingizni Robbimdan siz uchun so'rab qolamiz. Agarda vaqtingizni olmayotgan bo'lsak, ushbu tabriknoma maktubini o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Minnatdorman, tinglang. Assalomu alaykum, mening qadrli ukajonim. Bu hayotdagi qalqonim, seni bugungi tavallud ayyomingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Sog' salomat bo'lib, bizni suyab yurishda har qachon yordamingni, maslahatlaringni ayamaslikdan charchamagin ukajonim. Ilohim baxtimizga doimo omon bo'lgin. Ukajonim, qilayotgan ezgu ishlaring, savobli amallaringni keta uzilmasin. Barakali rizq bersin egam. Hech qachon dard, hasrat neligini bilmagin. Ukajon, senga tikon kirsa mening jonim og'riydi. Balki buni o'zingga iymanib ayta olmayotgandirman. Men seni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Men uchun juda ham qadrlisan. Onajonim va dadajonimning suyangan tog'i, yigit boshing hech qachon egilmasin. Egilsa ham joynamoz ustida, sajdada egilsin ilohim. Otam va onamning eng suyukli kelajakda faqat va faqat rahmatlar olib kelguvchi farzandlaridan bo'lgin. Inshaalloh Robbim o'z bayti tomon chorlasin va barchamiz oila a'zolarimiz bilan birgalikda Ka'batulloh tomon bormoqlikni, Allohimning uyida mehmon bo'lmoqlikni Robbim bizlarga ham nasib qilsin ilohim. Allohimning o'zi seni doimo o'z hifzi himoyasida saqlasin. Bizning baxtimizga, oila a'zolarimiz va barcha yaqinlar baxtiga sog' salomat bo'lgin ukajonim. Qilayotgan ishlaringda o'zi yor, o'zi madadkor bo'lsin. Kaftlaringni juftlab Allohdan nimaiki ezgu orzu niyatlaring, so'raganlaring bo'lsa barchasini ijobatlarini shu hayot yo'lingda ko'ravergin ilohim. Yigit qadding hech qachon egilmasin. Doimo bu dunyodagi baxtli insonlardan da ko'proq baxtli bo'lgin. Har doim Allohimning panohida bo'lgin. Halol mehnat ila topganlaringni barakasini bersin va yaxshi kunlaringga, to'ylaringga ishlatishni Robbim senga nasib aylasin. Sendek jonkuyar, mehribon ukajonim bor ekan, mening boshim har joyda va har qayerda tik
tutib yuraman ukajonim. Sen bilan faxrlanaman. Doimo baxtimizga o'zingni avaylab asragin. Ilohim, Allohim bizni bu dunyoda birga qilganligi kabi inshaalloh jannatlarda ham birga bo'lishligimizdan Robbim bizlarga nasib ro'z aylasin. Yana bir bor tavallud ayyoming bilan chin yurakdan muborakbod etaman. Seni juda ham yaxshi ko'raman va qadrlayman ukajonim. Baxtimga doimo bor bo'lgin. Anqoning urug'i menga qarindosh, dard to'lib ketganda topilmas sirdosh, nomard nokasga hech egmasin bosh, ukamning omadin bergin Allohim. Bir o'zi 10 taning o'rnini bossin, duch kelgan alamning bo'ynidan ossin, uyida to'y qilib dasturxon yozsin, ukamning omadin bergin Allohim. Ilk qadam tashladi sening yo'lingda, yeri ko'k aylanar sening qo'lingda, marhamat qilibon ojiz qulinga, ukamning omadin bergin Allohim. Deya mehribon opajoningiz o'zlarining samimiy tabriknoma maktublariga yakun yasaganlar va albatta ushbu suhbatimiz loyihamiz tomonidan yozib olinmoqda. Istasangiz siz ham mehribon opajoningizga chiroyli tilaklaringiz bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Sizni tinglamoqdamiz. Inshaalloh mana shunday ezgu niyatlaringiz hayotingiz davomida o'zingizga ham yo'ldosh bo'lsin, mehr oqibatingizga, qarindoshchilik aloqalaringizga hech qachon ko'zlar tegmasin. Bugungidek go'zal ayyomingiz, tavallud topgan kuningizni yuqori kayfiyatda xursandchiliklar ila o'tkazib olmoqlik nasib qilsin deya siz bilan xayrlashib qolamiz. Minnatdor bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Oyni quchgim kelsa, narvonim bo'lib, og'ir yuklarimga karvonim bo'lib. Oyni quchgim kelsa, narvonim bo'lib, og'ir yuklarimga karvonim bo'lib. Yo'limni yo'qotsam sarbonim bo'lib, qadri osmonlarga teng mening ukam, dadamdayin bag'ri keng mening ukam. Qadri osmonlarga teng mening ukam, dadamdayin bag'ri keng mening ukam. O'ziga dard kelsa ko'nib ketadi, mening dardim uchun sinib ketadi. O'ziga dard kelsa ko'nib ketadi, mening dardim uchun sinib ketadi. Tutsam dadam isi kelib ketadi, qadri osmonlarga teng mening ukam, dadamdayin mehribon mening ukam. Qadri osmonlarga teng mening ukam, dadamdayin mehribon mening ukam. Yaxshi ham bor, suyansam akaday tog' mening ukam, beminnat mevali bog' mening ukam. Suyansam akaday tog' mening ukam, beminnat mevali bog' mening ukam.
azlidan aziz qadri osmonlarga teng mening ukam do'stlariga vafodor mening ukam qadri osmonlarga teng mening ukam do'stlariga vafodor mening ukam borsam quchog'ini ochib turadi mehrin yo'llarimga sochib turadi borsam quchog'ini ochib turadi mehrin yo'llarimga sochib turadi otam uyim obod qilib yuradi